Ivan o'z mashinasini ta'mirlash jarayonida mashina bo'yoq qatlam ostida oltin borligini sezib qoladi va mashinasini to'liq oltindan ekanligini tekshirish uchun uni qirishni boshlaydi. Haqiqatdan ham mashina to'liq oltindan bo'ladi va buni hech kim bilmasligi uchun qirilgan joylarini o'zi ta'mirlab bo'yoq qilib qo'yadi. Shundan so'ng u mashina gulshiterini ozgina joyini kesib olib, to'g'ri zargarlik do'koniga olib boradi va zargarga uni shunchaki ko'chadan topib olganini tushuntiradi. Zargar oltinni tekshirib, bu oltin noyob turidan bo'lib, uni eng qimmat narxda sotib olishni taklif beradi va qancha miqdorda bo'lsa ham sotib olaman deydi. U zargar bilan kelishgan holda o'z raqamini zargarga topshiradi va pullarni olib birinchi sobiq sevgilisini topadi va u Qarshi shahrida joylashgan Favorit Car Series avtosaloniga sobiq sevgilisini olib keladi va unga Tracker avtomobilini sovg'a qiladi. Va shu paytda u Favorit Car Series avtosalonida 50% boshlang'ich to'lov bilan oylik to'lovi 2.200.000 so'm chiqadigan Damas avtomobillarini ham ko'rib qoladi va bunday imkoniyat qaytib bo'lmasligini bilgan holda u 100 ta Damas avtomobilini ham xarid qiladi. Sizlarni ham Favorit Car Series avtosaloniga kutib qolamiz.